İkinci kısım. Aradan 2 gün ötüp Toshkentdan Bahodir qishloqqa keldi. Kela sola Baxtigulni so'radi. Onasi kelib olib ketdi bolam, dedi shodon tovushda kampir o'g'liga. Abbo, nima bo'ldi o'g'lim? Tinchlikmi? Ha, hech narsa. O'zim shunday. O'zi keldimi onasining? Kampir ayolning kelganini aytib berganlarini bir o'g'liga hikoya qildi. Bahodir ham goh tebranib, goh boshi irg'ab, enasining so'zlarini oxirigacha tingladi. O'sha kunning o'zidayoq Bahodir ko'kkisdan qanday kelgan bo'lsa, shunday ortiga qaytib ketdi. Oradan bir haftalar o'tdi. Karomat kampirga Baxtigulning o'rni bilina boshlagandi. Sahar mahalidan uyg'onib, hovlida g'ivir-g'imir qilib yurgan kampir ko'cha tarafdan jarchining ovozi kelgach, diqqat bilan o'sha tomonga quloq berdi. Jamoa, jappa hov. Rayim brigadirnikiga janozaga hov. Voy o'lmasam, Rayim brigadirnikiga dedimi? Anavi qo'shni qishloqdagi g'alla brigadirmi? Yoshgina edi-ku, tavba. O'laman desa yosh tanlamas ekanda. Kampir shularni xayolidan o'tkazib, yuziga fotiha tortib qo'ydi. Keyin aniqroq bilish uchun qo'shninikiga tomon yo'l oldi. Marhum rostdan ham qo'shni qishloqlik Rayim brigadirning o'zi ekan. Hali endi 40 ga yaqinlashgan Rayimning to'satdan vafot etishi ko'pchilik qatori Karomat kampirga ham taajjubli edi. Tushga tomon brigadirni chiqarishdi. O'g'lining o'limidan o'zini oldirib qo'ygan brigadirning enasi Tursunoy xola yig'lab yonidagilarga so'zlardi. Bolam bechora qattiq qo'rqqan ekan. Shuni ko'tara olmadi. Pux yig'lagancha so'z boshladi brigadirning onasi. Tunov kuni Rayimjon ertalab dalaga ketgandi. Kechqurun rangi o'chgan kuyi bir narsa ko'tarib keldi. Qo'lidagi narsa hamma yog'i titilib ketgan bitta qiz edi. Ichida voy xudoyim-ey, chaqaloqning murdasi yotardi. Uydagi ayollar bir-birlariga ajablanib qarashdi. Keyin birin-sirin tavba deb pichirlashdi. Ona esa hamon yig'lagan kuyi bir tin oldi-da davom etdi. Xullas voqea mana bunday bo'lgandi. Rayim brigadir ertalab dalaga yo'l oldi. U dalaga 2 qishloqning o'rtasida joylashgan qabriston yoqalab o'tishi kerak edi. Brigadir qabristonga yaqinlashganida ichkari tomondan chaqaloqning yig'i tovushini eshitib to'xtab qoldi. Keyin qulog'imga eshitildimikan degan o'y bilan yo'lida davom etdi. Har qanday odamni ham bunday paytda qo'rquv bosishi tabiiy. Brigadir ham kalimasini qaytara yo'lida keta boshladi. Shu bilan yig'i qaytib eshitilmadi. Kechga tomon Rayim brigadir uyiga qaytdi. Qabristonga yaqinlasharkan xayoliga ertalab eshitgan chaqaloq yig'isi keldi. Uni yana vahima bosa boshladi. Ketib borarkan shu onda qabristonning panjarasi yonidagi qopning e'tiborini tortdi. Sekin o'sha qop tomon yaqinlashdi. Ne ko'z bilan ko'rsinki, hamma yog'i titilib ketgan qopda qon izlari bor edi. Rayim brigadir asta qopga qo'l cho'zdi va dahshatdan qotib qoldi. Qopning yirtiqlar orasidan yirtilgan kiyimlari bilan burda bo'lib ketgan chaqaloqning murdasi yotardi. Rayim brigadir qopni uyiga olib keldi. U o'zidan o'tganini o'zi bilardi. Qisqasi 4-5 ta cholni chaqirishib, chaqaloq murdasini ko'mib kelishdi. Ammo brigadir shu kuniyoq yotib qoldi.
2 kun o'tmasdan esa uning ham joni uzildi. Brigadirning onasidan voqeani eshitarkan, Karomat kampirning eti muzlab ketaverdi. Uning yuragi allanimani seza boshlagandi. Qaysi berahm odam chaqaloqni qabristonga tashlab ketgani? Zo'rlandi brigadirning onasi. U tirik bo'lgan-ku, Rahimjonning qulog'iga bekorga chaqaloq yig'isi eshitilmagan-ku. Bechorani tulkilar tilka qilib tashlashgan ekan. Bechoraning bo'ynida shundoqqina yashil gulli qalpoqning bog'i qolib ketgan. Qalpoqcha ham titilib shalvarab yotardi. Qaysi berahmning ko'zi qiyib, norasida go'dakni o'limga tashlab ketgan. Yashil gulli qalpoqcha Karomat kampirning miyasida bir nima qasirlab ketgandek bo'ldi. Axir Baxtigunning boshida ham yashil gulli qalpoqcha bor edi-ku. Kampir boshqa narsani bilmaydi. Ahvoli yomonlashib qolgani uchun uni qachon uyga olib kelishdi? Kim olib keldi? Hech narsadan xabari yo'q. Bir mahal ko'zini ochsa uyda yotibdi. Tepasida qizlari javdirab turishibdi. "Tuzukmisiz ena?" dedi katta qizi yig'i aralash. "Nima qilardingiz shu janozaga borib?" Kampirning qizi enam ko'z yoshlarga dosh bera olmay yomon bo'lib qolgan degan o'yda edi. Karomat xola brigadirning onasi aytgan so'zlarni esladi-da piqirlab yig'lab yubordi. Uning yig'isini ko'rgan qizlar ham enasiga qo'shilishdi. Oradan bir necha kun o'tib, Toshkentdan Bahodir yetib keldi. Onasining ahvoli bunday bo'lib qolgach, qizlar katta o'g'liga sim qoqishgandi. "O'g'lim, Baxtigulimizdan ayrilib qoldik", dedi Karomat xola nihoyat tepasida yolg'iz bosh egib o'tirgan Bahodirga. Bahodir yalt etib enasiga qaradi. Onasi qizginamni qabristonga tashlab ketibdi. Qopga solib tulkilar burdalab tashlabdi. Kampir so'nggi so'zlarini zo'rg'a aytib yig'lab yubordi. Bahodirning ham negadir rangi o'zgarib, afti bujmayib ketdi. "Kim aytdi sizga qanaqasiga?" Rahim brigadir topib olgan ekan. Qattiq qo'rqqanidan o'zi ham bandalikni bajo keltirdi. Bahodir hech so'z demay bir nuqtaga termilib qoldi. Qanday bemehr ona ekan u. O'z bolasiga o'limni ravo ko'rsa. Kampir o'kirib yig'lab yubordi. Bahodir enasini yupatishga urinibmi, bir qo'lini ko'tarib qo'ying degandek ishora qildi. "Xudoning o'zi jazosini beradi-ku bolam. Qiyomatni o'ylamadimikan-a? Yo'q o'g'lim, topasan o'shani. Uni ham, uni baxtiqaro qilgan nomardni ham topasan. Ikkovini ham topasan. Ena, o'zingizni bosing. Sen topmasang o'zim topaman. O'zlarini ham tilka qilaman." "Ena", dedim, baqirib yubordi Bahodir. Uning ko'zlarida allanechuk alanga gavdalanardi. Go'yo hozir bir narsani aytib yuborishdan cho'chiyotgan odamday. Tishini tishiga qo'yib turardi. Bo'lmadi. Ichidagi narsa vulqonday otilib keldi-da, titroq ovoz bilan tashqariga chiqdi. "Menman o'sha nomard, men edim, Baxtigulning otasi." Karomat kampir taxta bo'lib qotib qoldi. Uzoq davom etgan sukutdan keyingina xasta siniq ovoz bilan bosh egib turgan o'g'liga dedi: "Qanday qilib men yuborgandim o'sha juvonni oldingizga. Bolani sizga berib keyinroq hammasini tushuntirmoqchi edim. Shuning uchun ham 6 oylab Baxtigulni siznikida qoldirdim. Onasini izlab topdim, lekin ena xotinim, bola chaqam bor, qanday aytardim? Qayerdan bilibman kelib qizini olib ketishini? Qayerdan bilibman o'z qo'llari bilan uni o'ldirishini?" Bahodir qo'l siltab shaxt bilan tashqariga chiqdi. Ayvonda o'ziga duch kelgan singillariga ham hech narsa demadi. Shu ketganicha uzoq Toshkentga ketdi. Hikoyani o'qib turib qalbingiz larzaga kelishi tabiiy. Ammo bu ham bir to'qima hikoyada deguvchilar ham topiladi.
Ming taassufki, bu voqea haqiqat. Muxlislarimizdan biri qo'ng'iroq qilib, uni bizga Baxtigulni boqib olgan kampirdan eshitgan so'zlab berdi. Faqat Baxtiguldan o'zlarining nomlari o'zgartirilgan xolos. Lekin bir narsa aniqki, ular bizning oramizda. Biz bilan bitta havoda nafas olib, bitta zaminda yashab yurishibdi. Yaratganning o'zi ularga insof va kechirim bersin. Muallif Sherzod Saydaliyev.